Markaziy bank yangi bankni tugatish jarayonini boshladi. O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvining 2026-yil 15-yanvardagi qaroriga muvofiq yangi bank aksiyadorlik jamiyatining bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyasi chaqirib olindi. Qayd etilishicha, mazkur qaror bank faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rilgan choralar yetarli samara bermagani bilan izohlangan. Xususan, bank ustav kapitali qonunchilikda belgilangan eng kam talab darajasiga yetkazilmagan. Shuningdek, banklar faoliyatiga oid ayrim majburiy talablar bajarilmagan. Markaziy bank taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda mutaxassislar bank omonatchilari va mijozlari bo'yicha reyestrni shakllantirmoqda. Mazkur jarayonni 8 ish kuni ichida yakunlash rejalashtirilgan. Shundan so'ng 2 ish kuni davomida omonatlarni kafolatlash agentligi o'z rasmiy saytida kompensatsiya miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi hamda to'lovlarni amalga oshiruvchi bank agentni tanlaydi. Qonunchilikka muvofiq banklardagi jismoniy va yuridik shaxslar mablag'lari davlat tomonidan kafolatlanadi. Banklardagi omonatlarni himoyalash kafolatlari to'g'risidagi qonunga asosan yangi bank mijozlarga kompensatsiyalar belgilangan tartibda va hajmlarda to'lab beriladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.